Hozir bo'ydoq bolalar juda ko'payib ketdi. Qarang endisa, hammasi meni olib, mana shunaqa katta poyabzal ichiga suvga solyapti. Men tanani sovitaman, suvga boyman, terini tozalayman va organizmga yengillik beraman. Shuning uchun oshxonada har doim foydaliman. Yaxshi tomonimcha, tolaga boyman, qonni tozalayman, yurakka foydaman. Yomon tomonim xom yesangmi og'irlik qilaman. Lekin to'g'ri pishirsang, oshxonada haqiqiy lazzat bo'laman. Oshxonada ko'p ko'rasan meni. Sababi oddiy. Immunitetni ko'taraman, tanani himoyalayman, ovqatni haqiqiy foydaga aylantiraman. Yaxshi tomonim ustim, vitaminlarga boyman, yurakka foydaman, ovqatni mazali qilaman. Lekin noto'g'ri yesam-ye, qorin bezovta bo'lishi mumkin. Men hammaga yoqaman-ye, bu rost. Energiya beraman, qorni to'ydiraman. Lekin qovurib borsang-mi, foydam kamayadi. Aql bilan pishirsang esa, oshxonada mendan kuchlisi yo'q. Bolalar, meni tez-tez yeb turinglar, chunki men vitaminlarga boyman, yurakka foydaman. Urug'im gijjalarni to'kadi. Men bu dalada bekorga o'sib turganim yo'q. Hazmni yaxshilayman, tanani tozalayman, qarindoshlarim bilan birga sog'liqni yerning o'zidan beraman. Men achchiqman, lekin foydali. Qon aylanishini tezlashtiraman, ishtahani ochaman va ovqatga jon bag'ishlayman. Men energiyaman, ko'zga foydaman, kuch beraman, tanani faollashtiraman. Kundalik oshxonaga sportchi ruh olib kiraman. Men tanaga kuch beraman, qonni tozalayman, vitaminlarga boyman va har kuni sog'lom energiya bag'ishlayman. Men tabiatdanman. Ovqatni yengil hazm qilaman, tanani tinchlantiraman va sog'riqliklarni daladan olib kelaman.